Assalomu alaykum kuzatuvchilar, obunachilar. Sizlar bilan bugun hozirgi vaqtda, ya'ni meditsinada trendga chiqqan infeksiyalar haqida gaplashamiz. Bu infeksiyalar o'zi har yil bo'ladi, faqat bu yil juda boshqacharoq, ya'ni og'irroq o'tyapti. Bemorlarimizda ya'ni cho'zilib ketyapti isitma, temperatura va undan tashqari o'ta baland 39 hattoki 40-41 gacha ham temperatura chiqib ketishi bilan kelyapti. Juda ko'p kandidlar ko'rdim. Kasbdoshlarimiz, hamkasblarimiz antibiotik qilmanglar, foydasi yo'q, mumkin emas, infeksiyaga degan nimalarni ko'rdim. Antibiotikning ham o'rni bor. Qachonki asorat berganda antibiotik qo'llanilishi kerak albatta. Siz farzandingiz 3 kundan oshiq ismalab yotsa, u asorat berib nafas yo'liga, o'pkaga yoki boshqa organlarga asorat bersa, bilasizlar, infeksiya albatta asorat beradi. Bunaqa paytda albatta antibiotik qo'llash kerak. Albatta asorat berganda yoki 3 kundan oshiq temperatura chiqqanda. Eng avvalo sizlarga beradigan tavsiyam, bolalaringizni temperatura chiqdimi 3 kungacha suyuqlik berishni boshlaysiz. Ya'ni kerak bo'lsa har 5 minutda iliq suv, qaynagan iliq suvdan og'iz orqali tez-tez ichirib turasiz va albatta bolani yengillashtirish kerak. Bizni xalqimizda shunaqa narsa borki, bu isitma, shamollash, sovqotishda yoki sovuq havolanib turib, issiq xonada ham qalin kiyintirishadi. Oddiy misol aytadigan bo'lsam, kunda chiqib shu bemorlarimizni obxod qilganimda xonalarimiz issiq, lekin bolani qalin kiyintirib, ustiga adyol, ko'rpalar ham tashab qo'yapti. Bolani isitmasi baland. Bu sizlarga hech qachon yordam bermaydi. Undan bunaqa holatda bolani aksincha yechintirish kerak. Kerak bo'lsa bitta pampers o'zida yotsin. Suyuqlik berib dog' suvda badanlarini artish kerak. Bu eskidan bor, bilsalaring, eski kinolarda ham bola shunaqa kadrlarda isitmalagan bo'lsa, lattani peshonalariga yoki badanlariga qo'yib surkab turgan joylarni ko'rgansizlar. Bu albatta yordam beradi. Hech qachon bolani qalin kiyintirib, ustini yopmang. To'g'ri, bolangiz qaltirashi mumkin baland isitmada, sovqotyapman deyishi mumkin. U sovqotish emas, u bezgak tutish. Ya'ni baland temperaturada bu organizmni unga qarshi, ya'ni reaksiyasi bo'ladi. Isitma kurashyapti, u qaltiraydi, sovqotadi, baland isitma chiqadi. Bunaqa paytda darrov iliq suvda artish kerak, badanlarni dog' suv berish kerak. Ayniqsa chaqaloqlarda qo'rqmasdan cho'miltiring iliq suvda. Shu yerdagi kasallarimiz hammasiga aytaman. Kerak bo'lsa har kuni cho'miltiring. Iliq suvda cho'miltirish kerak bolani. Antibiotikga keladigan bo'lsak, juda ham ko'p hozir bu trendga chiqib ketdi. Antibiotik bermanglar deb yotishibdi. Albatta asorat bo'lganda qilamiz. Birinchi o'rinda bolaga infeksiyalarga antivirusli preparatlar berish kerak. Agar isitma ko'tarilmasa, albatta antibiotik yengilroq turidan, ya'ni ichadigan suspenziyalar yoki tabletkalar bor. O'shani albatta boshlash kerak. Antibiotik baribir yordam beradi asorat bergan vaqtda. Isitmaga qanaqa dori beriladi, qachon beriladi? Bolani temperaturasi 38 dan oshgandan keyin isitma tushiruvchi dorilar bor, sirop, tabletkalar. O'shani albatta berish kerak. Berib turib yana suyuqlik berishni davom ettirish kerak. Chaqaloq 3 oylikgacha bo'lsa, albatta bu xavfli. Siz albatta isitmalarni shifoxonaga, pediatr, vrach ko'rigiga olib chiqishingiz kerak, chunki 3 oylikgacha bo'lgan chaqaloqlarda kasallik tez rivojlanib ketadi. Bir pasda o'pkasiga o'tib pnevmoniya rivojlanishi mumkin yoki boshqa kasalliklar kuchayib ketishi mumkin. Shuning uchun chaqaloqmi 3 oylikmi isitma baland chiqdimi, darrov pediatr nazoratiga olib chiqishingiz kerak. Undan keyin hozir ayniqsa oilaviy boshlandi. Ya'ni katta kichikda bir xil temperatura yuqyapti. Buning sababi endi biz uni to'xtata olmaymiz, chunki bu havo tomchi orqali bu infeksiya yuqadi. Ya'ni havoda yuradi. Aksirganda, yo'talganda yuqib ketaveradi. Shuning uchun menga juda ham ko'p savol bilan kelishadi. Bolam isitmalayapti, ko'chaga chiqqani yo'q. Bolam 6 oylik, 1 yoshli, ko'chaga olib chiqmaymiz, lekin baribir bu gripp qayerdan keldi deydi. Buni kattalar yuqtiradi. Misol uchun siz boshqalarda immunitet hosil bo'lgan bo'ladi. Ya'ni immunitet hosil bo'lganda biz tashuvchi bo'lib qolamiz. Ya'ni ko'cha-ko'yda, bozor, boshqa joyda yuramiz, gripp infeksiya ko'p. Kelamizda siraza bolamizni quchoqlaymiz, o'pamiz yoki ko'taramiz ko'chadan kelganda. Bu noto'g'ri narsa. Ko'chadan keldingizmi, shunaqa paytlarda virus infeksiya vaqtida birinchi uyingizga kirishingiz bilan vannaga kirishingiz kerakda, sovunli suvda qo'l betlaringizni tozalab yuvib,
keyin oilangizni bolalarga oldiga kirsangiz ancha kamayadi. Ya'ni infeksiyani yuqishi xavfi ancha pasayadi. Bu endi 100% yuqmaydi degan narsa emas, lekin anchaga pasayadi. Undan tashqari oilaviy kelishyapti-da baland isitma. Endi bitta xonada yashaydi. Buni umuman iloji yo'q. Kattalarga ham shuni tavsiya qilamizki, katta odamga ham ko'proq suyuqlik ichish kerak. Undan tashqari isitma ko'taruvchi dorilar bor. Albatta unda ham bo'lmasa, keyin antibiotik, infeksiya, virusga qarshi dorilarni o'tsangiz bo'ladi, albatta vrach ko'rsatmasi bilan. Undan tashqari hozirgi kunda juda ham ko'payib ketdi asoratlar. Ya'ni bizga kelyapti ham isitmasi bor, ham obstruksiya, ya'ni nafas yo'llari g'ijjillash yoki o'pkasiga o'tib ketgan yoki undan tashqari isitma tushib ketishi. Juda ham hozirgi paytda isitma tushib ketishi juda ham ko'p. Sababi nima? Sababi bolangiz isitmalayapti, siz dori berasiz, svicha qo'yasiz, yarim soatdan keyin tushmadimi, yana dori beramiz, yana yoki analgin dipdrol. Yana bu mumkin emas. Chunki isitma chiqdimi, uni tushish vaqti bo'ladi. Hech qachon shoshilib birma-ketin dori darmon qilmaymiz unga. O'zi isitma tushiruvchi dorilarni ham kuniga 2-3 mahalgacha qachonki temperatura 38 dan oshib ketsa keyin berish kerak. Uni har yarim soatda berib bo'lmaydi. Ana o'shani asorati bo'lib, isitma pastga qarab tushib ketyapti. 34-35 gacha tushib ketyapti. Bizga endi murojaat qilyapti. Endi u tushib ketgan isitmani ko'tarish juda qiyin. Uni nazoratda, vrach nazoratda sekin asta suyuqliklar berib yoki isitma ko'taruvchi dorilar bilan sekin ko'tariladi. Albatta sizlarga shuni tavsiya qilamanki, birinchi o'rinda 3 kungacha uyda qaring. Albatta 3 oylikdan katta bo'lgan bolalar suyuqliklar bilan. Agar 3 kundan oshib boshqa asoratlar yoki sudurgi bo'lishi mumkin. Juda ko'p bolalarimizda isitmani ko'tarilmagan hisobiga 38,5-39 dan oshgandan keyin albatta ya'ni talvasi sudurgi deyiladi. Bunaqa holatda albatta kutib turmasdan mutaxassisga olib chiqib albatta ko'rsatish kerak. Azizlar, sizlarga shunaqa ma'lumotlarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Albatta qo'llab-quvvatlash uchun like, podpiska hamma yog'i bosib, albatta bunaqa videolarni tanishlariga jo'natib qo'ysangiz, albatta manfaatli bo'ladi. Va bitta narsa, agar sizlarga qaysi kasalliklar qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib ketsangiz, biz albatta o'qib chiqamiz. Keyingi videoni o'shanga qarab tayyorlab sizlarga olib chiqamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'ling.